Assalomu alaykum hurmatli yaxshilar. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Ko'rib turganingizdek navbatdagi tabrikdamiz. Bugun bizda 23-fevral 2023-yil ajoyib bir sanada, ajoyib bir tabrikning guvohi bo'lyapmiz. Bu ham bo'lsa, mana shu sayram diyorning Aqtam dahasida dunyoga kelgan bugun siz bizni guvohligimizda 67 yoshli Shukrona kunlarini qarshi olayotgan biz san'atkorlarga ustoz bo'lib keladi. Ham rubob chaladi, ham dutor chaladi, ham o'tkir qalam sohibi bo'lgan, ham shaxmatdan mana shu yosh avlodga shaxmatni o'rgatadigan ajoyib bir inson Havazmat akamizni bugun tug'ilgan kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan barcha farzandlari nomidan aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, uzoqda bo'lishlarga qaramasdan Said akamiz nomidan va shu yerdagi hamma o'g'illari, qizlari, kelinlari, kuyovlari nomidan chiroyli qilib tabriklashga tashrif buyurganmiz. Bugun farzandlari Said akamizni xonadonidamiz. Bugun o'zlari uzoqda, Rossiyada xizmat safari bilan shuningdek mana shu og'amiz nomidan odamimizni tabriklaymiz, og'amizni xursand qilamiz, ko'ngillarni ko'taramiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, ketdik. Demak, hurmatli qadrdonlar, navbatdagi Gitsin. Nariyatı götürelim, davay. Sen iştesin. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum hammaga. Bezodat Qurmonovmi? Hammaga yaxshi kayfiyat, yaqin ishlar tilaymiz. Hazrat aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizni tabriklashga keldik. Akalarimiz sizlarga bitta qarza bilan tabriklab qo'ydilar og'amizni. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Chaqay emas, normal qarza chop qo'ysanglar. Hazrat aka, hurmat. Endi sizlar ozgina bezovta qilamiz. Savozlarga ijozat bersanglar, og'alarimiz, onalarimiz bu yerda tashqarida toza havoda chiroyli qilib sizlarni tabriklasak, bitta qarsiylar bilan kuzatib qo'yamiz va tashqarida chiroyli qilib tabriklaymiz. Onamiz bilan birgalikda xursand qilamiz. To'ylar muborak, yor jonim, to'yona bo'lsin, tan birla jonim, ay, yoring mana. To'ylar muborak, yor jonim, to'yona bo'lsin, tan birla jonim, ay, yoring mana. Ochgin yuzingni ko'rgani keldim, ay, san birla Onam bilan birgalikda qo'llarni ushlab olib, ana qarsiylar buni. Onamdan ona matibona. Qani bo'lmasa kelinglar, ha, qo'llarni ushlab olib. Og'am bilan ona, ha, yeshaylar. Ochgin yuzingni ko'rgani
bo'lsin yana bir karra mehmonlarimiz. Yana bir karra assalomu alaykum. Yana bir karra xayrli kech. Xavazmat aka, bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Onajonim bilan ilohim birgalikda qo'sha qariylar, farzandlarni rohatda ko'rish sizlarga nasib qilsin. Bugun sizni tabriklash uchun, bugun sizni xursand qilish uchun tashrif buyurdik. Faqat bilasizmi kim nomidan kelganimizni? Toping qani? Saiddirda. To'g'ri. Bitta qarshi ish olib qo'yasiz. Onajonim, otajonim, meni kutgan. Haqiqatan ham bugun o'zlari uzoqda bo'lishlariga qaramasdan Said akam nomidan, shu yerdagi Dilnoza keliningiz nomidan, qolaversa Shuhrat akam nomidan, Ma'mura kelinlaringiz nomidan, kuyovlarni payg'ambarlar silagan deydi. Asadxon akamizni nomidan, Nojat qizingiz nomidan, Yo'lchi akam nomidan, Feruza kelinlaringiz, Hasan do'stimiz nomidan, Nargiza kelinlaringiz nomidan, Farhod kuyovto'rangiz nomidan va Zuhra qizlaringiz nomidan bugun sizni tabriklashga keldik. Qolaversa sizni juftingiz, halolingiz, yostiqdoshingiz, sirdoshingiz, bir umrlik umr yo'ldoshingiz bo'lgan onajonim nomidan bugun sizni tabriklashga keldik. Eng avvalo ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar qancha, to'g'rimi? Havazmat aka shunday ekan, mana shunday bir tinchlik zamonda, mana shunday bir musaffo osmon ostida, mana shunday bir bugun sizning tug'ilgan kuningizda diydorlashib turgan ekanmiz. Yetkazganiga, ko'rsatganiga behisob shukrlar bo'lsin. Qo'shni davlatlarda qanaqa notinchliklar bo'lyapti, o'zimiz ko'rib, o'zimiz ham xavotirdamiz. Inshaalloh hamma qiyinchiliklar ko'tarilsin. Hech bir musulmonni boshiga bunaqa sinovli kunlar tushmasin. Bizni esa mana shu diyorimizga, mustaqil Qozog'istonimizga ko'z tegmasin inshaalloh. Tinch bog'da bulbullar sayraydi deydi. To'g'rimi? Shunday ekan, tinchlik zamonda mana shunday bir chiroyli davrada diydorlashib turibmiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlar bilan, Said akam bilan, barcha farzandlar bilan gaplashganda aytishdiki, bugun bizlarning xonadonda o'zgacha bir bayram, bugun bizlarning xonadonda o'zgacha bir xursandchilik. Sababi bizlarni mana shu yorug' dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan insonni, bugun bizlarning faxrimizni, bugun bizlarning oilamizni mustahkam bir ustunini tug'ilgan kuni. Bizlarning baxtimizga adajonim hamisha sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hayotdagi eng katta faxrlanadigan, bizga o'rnak bo'ladigan inson bu bizlarning adajonimiz. Butun umr adam bizlarga o'rnak bo'lgan. Kim bo'lasiz desa, Havazmatda akani o'g'limiz desa, hech qachon bir adam orqasidan yomon gap eshitmaganmiz. Faqat "Molodets, mashalloh" degan gaplarni eshitganmiz. Otangga rahmat deb xalqni xizmatida yurganmiz. Har doim otamning ismlarini eshitsa, har doim bir o'zgacha bir hurmat qilishadi xalq. Adam boriga shukr, onam boriga shukr. Dunyo turguncha tursinlar. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lib, mana shu uylarimizni to'rida, to'ylarimizni to'rida savlat to'kib duolar bilan bizlarni har doim qo'llab-quvvatlab tursinlar. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizni tabriklashyapti. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ular borim, onajonim, otajonim, davlatim, otam, Tanjoni sog' bo'lsin. Farzandlar aytishdiki, bizlar esimizni taniganimizdan, maydaligimizdan biza katta oila bo'lganmiz. Biza 6 farzandmiz. Yoshligimizdan, esimizni taniganimizdan otam, onam mehnat, halol mehnat bilan, peshona ter bilan bizlarni katta qildi, voyaga yetkazdi, mana shu darajaga yetkazdi, o'qitdi, o'stirdi, uylantirdi, uzatdi. Hammasi uchun ota-onamga rahmat aytamiz. Xalqning ichida ardoqlanib yuribmiz, xalqning yaxshi kunlarida xizmat qilib yuribmiz. Bu hammasi mana shu otamning orqasidan, onamning orqasidan, ularning to'g'ri tarbiyalari, bergan nasihatlari, o'gitlarning orqasida bugun shunga yarasha munosib bir hurmatimiz bor. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Bizlarning adamiz serqirra inson. Endi o'zimiz ham bilamiz, og'ammi? Yoshligimizdan 3-4 ta kasbi bor edi. Har doim bo'sh vaqti bo'lmasdi, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan biz farzandlarga hech qachon mehrini ayamasdi. Ishdan charchab kelgan bo'lsa ham bolalarim deb hamma bolalarini bag'riga bosardi. Baxtimizga sog' bo'lsin. O'zim aytaman, shoshmay turinglar. O'zim aytaman. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizlarni tabriklayapti. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Olib kelinglar, olib keling bo'ldi. Sog' bo'lsinlar. Nabiralari danagidan mag'zi shirin deydi. Dodangiz bir yuzlarda o'pib qo'ying nabiralari.
Faryodga pichoq ham olib kelinglar endi. O'zim aytaman. Sog' bo'linglar. Hayotinglar mana shu shirliklarda shirin bo'lsin inshaalloh. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin va shu o'rinda navbatdagi sovg'alarni ham taqdim qilamiz. Olib kelinglar. Pichoqlar tabriklab qo'ysanglar bo'ladi, yuzlardan olib. Allohdan atalgan ne'matim. Opangizga ham tabriklab qo'ymaysiz? Sizga doim ortar hurmatim otam. Dilda sog'inch bilan eslayman har dam. O'g'itlari oltin bu sovg'alar oddiy sovg'a emas, inson irodasini, iymonini mustahkamlaydigan, qiyomatgacha birorta harfi nuqtasi o'zgarmaydigan bir ochib ko'rsatsanglar bo'ladi. Qur'on kitob, joynamoz, tasbih bu hamma sizlar uchun. Sizlar bunga loyiq insonsizlar. Sovg'alar muborak bo'lsin. Adam bilan onamni halol mehnat qilgan qo'llari ana endi faqat Kabatullohni ushasinlar. Kabatullohning qoshida turib farzandlarni baxtiga namozlar o'qib inshaalloh bizlarning haqqimizga duolar qilishini xohlaymiz. Sababi ota-ona bunga loyiq insonlar. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizlarni tabriklayapti. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Otam bugungi kunda yosh avlodga shaxmatdan dars beradi. Undan tashqari tor choladi, rubob choladi, dutor choladi deyishdi. Buni o'zimiz ham ko'rganmiz. Akalarimiz ham xalqning xizmatida, Shapalog'i Shirin akalarimiz, Shuhrat akam, Said akam, Hasan do'stimiz qolaversa, Yo'lchi akamiz, xoreograf mana shu yosh avlodga mana shunday bir ajoyib san'atlarni o'rgatib, xalqimizni bahramand qilib, xushnud etib kelyapti. Iloyim tanjonlari sog' bo'lsin. Qizlaringiz ham qo'sha qarisin, umrlari sog' bo'lsin inshaalloh. Hammalari qo'shganlari bilan qo'sha qarisin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Va yana bitta kasbingiz bor. Endi buni hammamiz bilamiz. Havozmat akamning o'tkir qalam sohiblari. Adamni hayot shoir qilgan. Birinchi she'rini bu hayotda o'zini vafoli yori, mehriboni, birinchi muhabbati onamga yozgan ekan 75-yil. Undan keyin ko'plagan she'rlar yozib, bugungi kunda mana 6 ta kitobni avtori deyapti. Bu uchun bitta qarsak chalib qo'ysanglar bo'ladi. Inshaalloh mana shu qalamingiz shu hech qachon to'poy bo'lib qolmasin. Har doim mana shu o'tkir qalamni sohibi bo'lib, inshaalloh bizni mana shu yosh avlodni chiroyli hayotiy she'rlar bilan xursand qilib yurisizga nasib qilsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Akalarimiz ham bitta chiroyli qilib tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Shuhrat akam nomidan, Yo'lchi akam nomidan, Said akam, Hasan do'stimiz nomidan, hamma farzandlar nomidan sovg'alar taqdim qilinyapti. Muborak bo'lsin. halol topib rizqimizni ulg'aytirib o'g'il qizni o'ylagansiz mudom bizni ro'zg'or parvar jonim dadam bir xil turing mo'lu kamda dalda bo'ling gohog'amda qattiq qo'ling kerak damda Hazret Peder canım dedem canım dedem canım dedem Şemsu kamer canım dedem canım otem canım otem duayım canım otam oiladagi xursandchilik muborak bo'lsin. Oilaning yaqinlari kelishyapti. Kelinglar, bemalol tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Qolganlarni endi ikkinchi partiyaga qoldiramiz. Ana kelinlar nomidan, katta kelingiz nomidan adashmasam. Shunaqami? Elda yurib kezib olam kishi ko'rdim ancha men ham topolmadim lekin odam sizdek kamtar jonim dadam jonim dadam duogo'yim jonim
Xizmat aka, endi karantindan keyin bu odam immunitetni ko'tarish kerak, to'g'rimi? Immunitet nima ko'taradi? Vitaminlar ko'taradi. Bugun vitaminlar qurug'idan bo'lyapti. Vitaminlar muborak bo'lsin. Bitta qarshi ish olib qo'yasizlar. Alloh barakasi bilan bersin, yaxshiliklarga yaratinglar inshaalloh. Onajon, sizga ham bugungi xursandchilikka muborak bo'lsin. Onam bizning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Mana shu qo'llardagi gullarda hamisha ochilib, sochilib yurishlarini xohlaymiz. Onajonim, dunyodagi bizning farishtamiz. Bizlar 5-6 farzandni hamma erkaliklarimizni, inchiqliklarimizni ko'tarib, bizlarni mana shunday darajaga yetishimizga katta hissalarni qo'shgan onajonim bo'ladi. Onam bizlarga husnidan husn bergan, ko'zining nurini berib, tishini nurini berib, bizlarni katta qilib voyaga yetkazgan inson bizning onajonimiz bo'ladi. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Elning xizmatidamiz, xalqning xizmatidamiz. Biz kelin olmasdan oldin ham yosh paytimizdan to'yning xizmatiga chiqib ketganmiz. Shu paytlarda ham onam o'zi opaylarim, singillarim bilan birgalikda chavib bizlarning kiyimlarimni to'g'irlashardi. Biz 3 farzand har doim har kuni to'yimiz bo'lardi. Onamga bu uchun rahmat. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Ota-onamning mehnatlari har doim beminnat bizlar uchun mehnat qilgan. Chin yurakdan bizlarni sevgan. O'zimiz katta bo'lgandan keyin, o'zimiz ota-ona bo'lgandan keyin farzandlarni tarbiyalash, dunyoga keltirgandan keyin ularni katta qilish, ularga to'g'ri tarbiya berish qanaqa mushkul ekanligini o'zimiz tushunib anglab yetyapmiz. Lekin ota-onam shunday bo'lishiga qaramasdan biz 6 farzandni mukammal qilib mana shu darajaga yetkazdi. Bizning baxtimizga ota-onam hamisha sog' bo'lsin deb yaxshi niyatlarini sizlarga izhor qilyapti. Oiladagi xursandchilik muborak bo'lsin. Va shu o'rinda Said akam ham shuni aytdiki, men bugun juda ham xursandman, sababi adamning tug'ilgan kuni. Lekin bir hisobdan sal xafa bo'lib turibman, sabab mana shunday quvonchli kunda adam qoshida emasman. O'zim qoshida bo'lganimda ota-onamni mahkam quchib tabriklab qo'ygan bo'lardim. Lekin taqdirning taqozosi bilan bugun mana uzoq yurtlarda rizq nasibamizni terib yuribmiz. Men hayotni, dunyoni qay chekkasida bo'lmay hech kimdan va hech narsadan qo'rqmayman. Sababi uyda meni duolarim bilan qo'llab-quvvatlab turgan, bizga tirik qalqon bo'lib turgan ota-onam bor. Ota-onam bor ekan, biz hech kimdan va hech narsadan qo'rqmaymiz. Bundan ham yuqori cho'qqilarga erishamiz. Bunda faqat bizga ota-onamning duolari kerak bo'ladi. Ular sog' bo'lib, salomat bo'lib, kulib yursa, bu biz uchun, farzandlar uchun eng katta baxt. Baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizlarni tabriklayapti. Tug'ilgan kuninglar muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. O'rtaroq turib olaylik, bemalol, ha? Ana endi ijozat bersanglar. Xizmat aka, onajonim, farzandlar nomidan sizlarga 4 qator she'r o'qib bersak, maylimi? Adajonimga va onajonimga deb yozib qo'yishibdi. G'amim yo'q, hamisha yuraman kulib, davlatim yonida turganin bilib, quvonchning bag'rida g'amlarim qolib, bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldi, ko'zlarim quvonchu nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi, bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Yonimda tog'dayin suyanchim bo'ling, nogahon yiqilsam tayanchim bo'ling. Xatoga yo'l qo'ysam tergovchim bo'ling, bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsam, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deymanda men sizdan rozilik olsam, bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring onajon. Bosh egib men sizga ta'zimlar qilay, Allohdan hamisha omonlik so'ray. Bir umr qadrlab qadringiz bilay, bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring onajon deb sizlarni tabriklashyapti. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xizmatida parvonaman, ikki dunyo saodat. Hamma yaqinlar, hamma farzandlar, o'g'illar, qizlar, kelinlar nomidan bugun tabriklayapmiz.
Said akam boshchiligida tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Havozmat aka, endi siz oldingizda turib bir narsa gap aytishni ham o'zi bo'lmayapti hozir. Shunday ekan tanjoningiz sog' bo'lsin inshaalloh. Bizlarga ham sizlardek mana shunday ustozlarning yo'llarini bersin. Bugun farzandlarning qalbidagi niyatlarini, istaklarini imkon qadar Alloh qodir qilgancha men sizga yetkazishga harakat qildim. Ana endi men mikrofonni birinchi galda sizga bersam, bizonni uzoqda bo'lishlariga qaramasdan kuzatib turgan Said akamga va shu yerdagi barcha farzandlarga ikki og'iz yaxshi niyatlaringizni o'zingiz izhor qilib qo'ysangiz. Mana boya aytganimdek o'tkir qalam sohibisiz. Bugun qalbingizni tub-tubiga tugib qo'ygan yaxshi niyatlarni hamma yaqinlarga, farzandlarga, mehmonlarga izhor qilsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu dargohga qadam qarinjida qilgan do'stlar, qarindosh urug', navara, chevara, aka-uka, opa-singillarim, bugun bizlar uchun eksprompt bir bayram bo'ldi. Hozirgacha yarim soat oldin ham bunaqa bayram nimasi yo'q. Lekin uzoq hamma bolalarimga, lekin uzoqda komandirovkada ishlab yurgan do'stim, bolam nomida shunchalik tashkil qilibdi. Shularga rahmat. Shular ham ota-onasini duosini olsa, xizmatini qilsa, bola chaqasini qaytardi degan gap bor. Shular bola chaqasini rohatini ko'rib, shularni qizig'ini ko'rsin, shularni bir chetda bizlar ham shuni ko'raylik, nasib qilsa. Topgan tutgan yaxshilikka to'ylarga buyursin. Bu xonadonlarda, bu uylarda hamisha to'ylar bo'lsin. Navaralarimiz endi katta bo'lyapti. Uylanadigan, uzatadigan qizlar bo'lib turibdi, bolalar bo'lib turibdi. Shularni ko'raylik deyman, shularni kamolini ko'rib, mehnatini ko'rib, bizlar ham ota-ona xursand bo'lib beramiz birgalikda deyman-da. Rahmat. Hammanglarga rahmat, shunaqa yaxshi to'ylar hammanglarga nasib qilsin, rahmat. Men rahmat deyotganim sizlarga uyga javob berish emas, davrani boshlash uchun javob beryapman. To'g'rimi, rahmat? Apa, nima deysanmi? Albatta, onam bugun gapirmaganda qachon gapiradi, to'g'rimi? Yaratganning inoyati, taqdirning taqozosi ila oranglardagi muhabbat ila dunyoga kelgan bugun 6 nafar farzand, ularning ketidan keyin yana 6 nafar farzand bor, 12 farzand, 20 ta nabira nomidan bugun sizlarni tabriklaymiz. Mana shu insonlarga bugun onam niyat qilmasa, qachon niyat qiladi? Onamga so'z bersak, farzandlarning mehriboni, duogo'yi, oilaning farishtasi, matluba onamga so'z. Marhamat. Ana juft haloliga she'rlar ham bor deyishyapti. Bo'lmasa ko'ramiz. Assalomu alaykum, mashtiga qilgan katta kichik qarindosh urug', qizlarim, kelinlar, xudolar, doim bo'yinlarim, baringlarga rahmat, hammanglarga. Mashni tashkil qilgan Saidjon o'g'limga ham ko'p rahmatlar aytaman. Topganlarga Alloh baraka bersin. Xizmat qilgan mana kelinlarimga hammasiga rahmat, bolalarga. Mana shularni tashkil qilib bizlarga yetmay surpriz qilishdi. Hammasi qo'shqani bilan qo'sha qarisin, bolalarning orzu havasini ko'rsin. Mana yaqinda nevara kelinlar olamiz. Qizlarimizni navaralarni uzatamiz. Hammamiz birgalikda to'ylar ko'raylik. Kelganlarning hammasiga rahmat, yaxshi kunlarda qaytaraylik. Xudoya bolalarimiz hammasi joy-joyda tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham joni omon bo'lsin. Topgan Alloh baraka bersin. Hammanglarga rahmat. Salomat bo'ling. Ota-onasi bor insonlar hech qachon qarimaydi deydi. 100 ga kirsa ham, 1000 ga kirsa ham bolam deb qayg'uradigan, ularni o'ylaydigan bu ota-ona bo'lar ekan. Shunday ekan, dunyo turguncha turinglar. Ey Alloh, o'zingdan so'rayman imkon. Orzularim ro'yo et, qoldirma armon. Gar ko'zlari yoshlansa yuragim vayron, otamni sog' tutgin, onamni omon. Bu dunyoda otamdir mening hayotim, onamdir hayotda cheksiz davlatim. Ular bor, egilmas tikdir qomatim. Otamni sog' tutgin, onamni omon. Ularni umri o'tdi tinmay mehnatda. Bolam deya ko'p kuyinib o'tdi zahmatda. Bo'ldi bas, endi yursin faqat izzatda. Otamni sog' tutgin, onamni omon.
bolam deya duo qilib yurishi uchun, to'ylarida quloch yozib o'ynashi uchun, nabiralarga bosh qosh bo'lishi uchun, otamni sog' tutgin, onamni omon. O'zing qo'llab imkon ber menga Allohim, otam bilan onamni men rozi qilay. Halolidan davlat ber menga Allohim, otam bilan onamni hajga yuboray deb yaxshi niyatlarni qilishyapti. Qarsaylaringizni ayamaysiz. Boya o'zingiz aytgandek Havazmat aka, Matlab opa, iloyim bugun farzandlar sizlarga qanaqa hurmat, e'tifod ko'rsatayotgan bo'lsa, vaqti kelib, zamoni kelib o'zlarining farzandlaridan 1000 karra bo'lib qaytsin inshaalloh. Haqiqatan ham mana to'g'ri bergan tarbiyanglarni bugun mana samarasini ko'ryapsizlar, ikki hosilliklarning mevasini yig'yapsizlar inshaalloh. Farzandlarni farzandlari ham ota-onasiga shunaqa qilib qaytarsin inshaalloh. Bugun Said akam o'zlari ham hozir xo'p, hozir o'laymiz. Hozir mana o'zim ham ko'rib turibman. Hozir shu paytda ham ishda ekan. Endi hozir biz Rossiya 3 soat orqada bo'lgani uchun ilohim umrlari uzoq bo'lsin, tan jonlari sog' bo'lsin. Ana endi hozir Said akamiz bilan primoy ulanamiz va chiroyli tabriklarni guvohi bo'lamiz. Ozgina tinchlik saqlab turasizlar. Said akam adajonisi, oyijonisini tabriklab qo'ysa. Gapiring Said aka. Eshitmayapsan, eshitmayapsan. Biraz, peki, eshitmayapsan. Eshitmayapsan. Ovozim chiqyaptimi? Kalanglar qimillatmi, ovozim chiqayotgan bo'lsa? Ha, chiqyaptimi? Gapirdingiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Sapasa. Adajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Oyim bilan qo'sha qarang. Xudo xolasa sizlar yaxshilarga yetaylik. Sizlarni, farzandlarni, navaralarni qizig'ini ko'ringlar. Ko'p yil yuzga kiringlar. Ko'p yillar navaralarni qizig'ini ko'rish Alloh nasib qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishar. Xudo xolasa tez kunlarda boraman oldinglarga. Ovozim eshitilayotgan bo'lsa bitta qo'linglarni ko'tarib qo'yinglar. Sardar ukam, senga Allohga rahmat, Sardar, Alloh rozi bo'lsin. Tabriklayman yana bir bor. Salomat bo'ling. Bitta qarshi ish olib qo'yasiz Said aka hurmatiga ham. Umrlari uzoq bo'lsin iloyim. Alloh topganlarning barakasini bersin inshaalloh. Alloh har doim o'zi Xudo xolasa panohida asrab eson-omon oilasi bag'rigastarini bag'rilariga kelib bag'rilarini to'ldirsin inshaalloh. Yana bir kere oiladagi xursandchilik muborak bo'lsin. Ana endi bu yerda oilaning yaqinlari, qadrdonlari yig'ilgan ekan. Shuning ekan kelinglar, oilaning farzandlariga, oilaning yaqinlariga, Havazmat akam bag'ri jigarlari bor, onajonim bag'ri jigarlari bor. Mana shu insonlar ham niyatlari bo'lsa, ikki oz yaxshi niyatlarni izhor qilsa. Shuhrat aka o'zingiz chiroyli qilib niyatlarni boshlab berasiz endi o'g'illar nomidan. Said akam uzoqdan niyat qildi, Yo'lchi akam, Hasan do'stimiz kelinglar. Qizlari, marhamat, kuyovlari, kelinlari niyatlar bo'lsa, bemalol kelib izhor qilishinglar mumkin. Munojat qizlari, Zuhra qizlari, kuyovlari, Asadxon akamiz, Farhod akamiz, kelinlar, hammaliklari kelib yaxshi niyatlarni izhor qilishinglar mumkin. Marhamat, Said aka, o'zingiz bayon qildirasiz. Xo'sh. Qani jigarlar, sizlar bu yoqqa o'tib turinglar. Boy bilan, yili bilan, vesi bilan, esi bilan kelaverasizlar, mana Xudo xolasa. Qani yaqinlashinglar. Feruza, Hasan ke. Tezlashinglar. Ma'mur akandan ketdi. Dilnoza qani, Dilnoza? Yo'lchibek chetda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun atajonimizni tug'ilgan kuniga bosh qo'shib turgan ekanmiz. Alloh taolo boshimizni meshitga qo'shgan ekan. Mana bunisiga ming shukrlar bo'lsin.
Ada 67 yosh muborak bo'lsin. 100 ga chiqing. Birinchi 99 ga chiqing, keyin bir gap bo'lar 100. Xudo xolasa shu 100 yoshlarni ko'ring. Nima yaxshi niyatlarga bo'lsa, sizga aytilyapti, sizning adresingizga. Sizlardek bo'laylik. Mana shu bola chaqa deb shuncha mehnat qildinglar. Mana bu ham shu mevasi bo'lsa, shu bo'lsa kerakdir-da endi. Mevasida mag'zi shirin deydi. Endi mag'zini ham shirinliklarini, orta havaslarini ko'ringlar. Nima niyat qilsa yetinglar. Ana asalni oldida shakarni shirini qamaydi deydi. Zo'r narsani yetib qo'ydinglar endi. Davom etishadi qani bismillah. Assalomu alaykum. Nima deymiz? Ada tug'ilgan kuningiz bilan qo'shaqanglar, yoshlarning ko'pini ko'ring. Ayimlar, tenglar sog' bo'lsin. Mana navaralar katta bo'lyapti, shularning to'yda bosh bo'ling, Xudo xolasiga. Hamma yaxshi niyatlarga qo'shilamiz. Tenglar sog' bo'lsin. Duo qilib yuringlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu kechaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Bugun mana adajonimizni 67 yoshlar ekan. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Yoshlariga yosh qo'shilsin. Hamisha bizlarga bosh-qosh bo'lib yursin. Oyim bilan qo'sha qarib 100 yoshlarga kirsin. Teninglar sog' bo'lsin. To'ylarimizda to'rlarda o'tiringlar, Xudo xolasa. Hech qachon og'rimanglar. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, opa-singillar, opajonlar, hammanglarning kelganinglarga rahmat. Mana Adam, oyimni yubiley yoshlari bilan tabriklaymiz. Hamisha sog' bo'lib, omon bo'lib, yoshlariga yosh qo'shilib, qo'sha qarib, birga javlon urib, bosh bo'lib yursin. Mana Xudo xolasiga to'ylarimizda bosh bo'lsin. Yana shuna yubiley yoshlari bo'yirsin. Bosh bo'lib o'tirsin bizlarga. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Hammangizlarga shu hurmat qilib kelganingizlar uchun katta-katta rahmat. Adajon, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin, umrjonlaringiz uzoq bo'lsin. Allohim bergan farzandlarni, umrjonlarini, rohatlarini ko'ringlar. Nevaralarning rohatini ko'ringlar. Hech qachon og'irmanglar. Nima deymiz? Barcha yaxshi niyatlarga qo'shilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Adajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Yoshingizga yosh qo'shilsin, baxtimizga omon bo'ling, hech qachon og'rimang. Ayjon sizni ham tabriklaymiz. Baxtimizga omon bo'ling, nevaralaringiz rohatini ko'rib, bizga bosh bo'lib yuraveringlar. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, yaqinlarim. Adajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Unaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, Xudo xolasa. 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli qarindoshlar, xush kelibsizlar. Adajon 67 yoshingiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa 100 yoshlarga kiring. Shunda ham o'zingiz boshqash bo'lib, nevara chavralarni o'zingiz rohatini ko'ring. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli koshonamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, mana bugun adajonimning tug'ilgan kunlari ekan. Yoshlarga yosh qo'shilsin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Xudo xolasiga hajlarga borish nasib etsin. Yuvarayıq.
duoyingiz bilan hamma yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Salomat bo'linglar. Ana endi farzandlar ozgina shoshmay turasizlar. Hozir yana nabiralari yana so'z aytadiganlar bor, hozir so'z beramiz, xudo xolasa. Endi shuncha niyatdan keyin bir adamiz oyimizni quchoqlab tabriklab qo'yishinglar kerak. Undan oldin men bugun chiroyli qilib mana shu og'amizni, onamizni tabriklash uchun bugun xizmatlaridan ozgina bir fursat topib, mana shu akalarimizni hurmatiga, eng avvalo sizning hurmatingizni sizni tabriklash uchun, sizni xursand qilish uchun elimizni yaxshi kunlarda xizmat qilib yurgan xushovoz xonanda Fayzi bor bola. G'ayrat Fayz janob olilari tashrif buyurgan. Bitta qarshi ish olib qo'yasizlar va mana shu insonni davraga taklif qilamiz. Sanatlari bilan, xonishlari bilan chiroyli qilib sizni tabriklab qo'yadi. Marhamat. G'ayrat Fayz janoblari. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xizmatiga bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Farzandlarni, nevaralarni, evaralarning baxtiga sog' bo'ling. Bizlarni musofirda yurgan bir akamiz bor. Farzandingiz mana Said akamizni hurmat uchun kelib o'tiribmiz. Sizlarni ozgina bo'lsa ham ko'ngilingizdan olsak, biz san'atkorlar o'zimiz juda ham baxtiyor his qilgan bo'lardik. Mana shu qo'shiqni tabrik sifatida qabul qilasiz farzandlar nomidan. Marhamat. Ta'rifingiz beqiyosiz, baxtim yo'li to'shalgan kun. Ota-onam yonimdasiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Boshim qo'yay poyingizga, jonim qo'shay joningizga. Duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Boshim qo'yay poyingizga, jonim qo'shay joningizga. Duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam.
dunyodagi barcha otalarimiz, onalarimiz bizning baxtimizga sog' bo'lsinlar. E'tiborlari uchun rahmat. Hazmat aka, yana bir bor yoshingizga yosh qo'shilsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Salomat bo'linglar. Xushovoz xonanda G'ayrat Fayz xonadoni aziz mehmoni. Hurmatiga bitta qarshi ish olib qo'yasizlar aziz mehmonlarimiz. Ana endi do'stimiz xalq xizmatida, shunday ekan do'stimizni qo'lini ushlab turishga haqqimiz yo'q. Shu hali ichkariga kirganda duo qilib qo'yasiz. G'ayrat Fayz yana xalq xizmatiga shay bo'lib, mana xalq xizmatiga chorlanyapti. Sog' bo'linglar. Tugatib keyin keladi. G'ayrat Fayz bitta qarshi ish olib qo'yasiz mehmonlarimiz. Yonlarda Ramiz Fayz shogirdlari. Sog' bo'ling. Yoshingga yosh qo'shilsin. Ana endi kelinglar, Havazmat aka, Matlab opa yaratgan bog'iylarning mevalari, ya'ni nanagidan mag'zi shirin deydi. Nabiralar ham bugun yaxshi niyatlari bor, mana qo'llarida sovg'alarni boya taqdim qilishdi, she'rlari bor. Shunday ekan, mana shu insonlarga ham so'z bersak, shu qilib bugun sizlarni tabriklab qo'yishsa. Kimdan boshlaymiz? Ziyodaxon mana chiroyli qilib tortlarni olib kelib, otasi bilan opasini xursand qilgan nabiralari chiroyli qilib tabriklarni ham endi boshlab berasiz. Sodda beg'uborim ko'ngli oppoqo. Sodda beg'uborim ko'ngli oppoqoligim, armonlari borligim, bobo sizga o'xshayman. Eng pokiza yuragim, hammamizga keragim. Meni yarim bo'lagim, bobo sizga o'xshayman. Sog' bo'ling. Kim yana niyat qiladi? Dada tug'ilgan kuningiz qutlu bo'lsin. 67 yoshingiz. Baxtimizga har doim sog' omon bo'ling. Isomat bilan sog'asiz, boshsiz, bosh bo'lib yuring. Nima deymiz? Navara to'ylari boshlandi. To'yimiz har doim bosh bo'linglar, opam ikkalangiz qo'sha qarib. Har doim bizning quvonchli kunlarimizda bosh bo'lib yurishni nasib qilsin. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonlar yaxshimisizlar? Bugungi dadam tug'ilgan kunini tabriklayman. Hamisha bizdan baxtimizga sog', omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bizdan baxtimizga omon bo'lib yuring. Yashang, sog' bo'linglar. Davom etamiz. Kim yana niyat qiladi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli xonadonga yig'ilgan yaqinlarim. Bugun mana dadajonimni tug'ilgan kuni. Dadajon, sizni tug'ilgan kuningiz bilan yana bir marta tabriklayman. Ushbu she'rlarim sizlar uchun. Atirgul gulidan sizga guldasta. Chin yurak so'zlarim unga payvasta. Bir asr yashangu yana nimchorak. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Sog' bo'ling. Niyat qilasizmi? Bosing. Гуси, гуси, га-га-га, если хотите, да-да-да, ну летите же домой, сериал под корой. Yashang. Sog' bo'ling. Zo'r she'r ekan. Kim yana niyat qiladi? Assalomu alaykum. To'ylarga kelgan xonadonlar, bugungi dadamni tug'ilgan kuni dadamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yoshlarga yosh qo'shilsin, hajlarga borish nasib etsin. Bolalarini rohatini ko'rish nasib etsin. Bu yo'lchakan bolasi kim bolasi bu? Zo'rani bolasi. Ha, bu yo'lchakan hamma jiyanlarga o'yin o'ynashga o'rgatib qo'ygan, oyog'i lezinga ketib qolyapti. Sog' bo'ling. Kim yana niyat qiladi? Bo'ldimi? Ha, mana. Dada sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizni yaxshi ko'raman. Quchoqlab qo'ying, ha? Nabirangiz peshonasiga o'pib qo'ying, ha? Ay, yeshing. Bo'ldimi? Endi ammalar bor, ammalardan bir kishi niyat qilsin. Havazmat akammi? Bo'ldi. Assalomu alaykum, shu xonadonga yig'ilgan mehmonlar. Bugun dadamni tug'ilgan kunlari. Yoshiga yosh qo'shilsin, uzoq umr ko'rsin. Bizning vaqtimizga sog' omon bo'lib yurishaversin. Yoshiga yosh qo'shilsin. Tabriklayman.
Dada hayman, ishga boyman, meni ko'taring, aq bering, qani Qarshiydan, mana Qarshidan. Assalomu alaykum, mashq yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun dadam tug'ilgan kuni. Dada yosh qo'shilyorsin. Yuzlarga kiravering. Nima niyat qilsangiz niyatingizga yetavering. Xudo xohlasa haj safarlari nasib etsin sizga. Tabriklayman. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Bu yerda boya ammalar bor dedim. Hozmat akam opoylariga, singillariga ham ukalik, ham otalik qiladi, ham akalik qiladi. Shunday ekan mana shu Gulnisa hojonam boshchiligida niyat bo'lsin dedi. Shunday ekan assalomu alaykum, salomatmisiz? Marhamat. Kimdan boshlaymiz? Xo'p. Assalomu alaykum, mana shu kecha qatnashchilar. Bu to'yimiz sababchisi Havazmat ukam, Matluba kelinim, Havazmat inim. Tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin. Yoshingga yosh qo'shilsin. Matluba bilan qo'sha qarib, navara chavaralaring bundan ham ko'p bo'lib, Xudo davlating ziyoda bo'lsin. Saidjon bilan Dilnazam qo'sha qarsin. Bari bolalaring bir-biridan kam bo'lmasin. Xudo yanagi yil shu mahallarga ham o'ynab kulib yetaylik. Bizlarning nomimizdan opa-singillar nomidan meni Zo'ra xalaga gap beraman. Assalomu alaykum. Mana shu Saidjon ukamning uyiga xush kelibsizlar hammanglar. Bari jigarlarim hammanglar sog' bo'linglar. 67 yil appada bo'lib keldingiz. Bu yog'iga ham Xudo xolasa appada bo'lib yuravering. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Umringiz uzoq bo'lsin, kenay bilan qo'sha qaring. Hammaning ham sochlariga oq tushsin. Ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Qariganda quvvat ketib belidan, qo'liga bir aso tayoq tushsin. İmanı saf yüzge kirib yarıq yüz, toylar görüb yelkesinden tağ tushsin. Hamisha toylar ko'raveringlar, qo'sha qaringlar, bola chaqalar ham qo'sha qarsin. Saidjon ukam bilan Dilnoza kelinimiz ham qo'sha qarib, yaxshi qo'shaloq kelinlarni olishini men chin dilimdan sizlarga tilakdoshman shunga. Salomat bo'ling. Xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilib yurgan ajoyib bir so'z ustasi, kino aktyor, bizni sayramimizni, Qozog'istonimizni faxri bo'lgan Rustam Xo'ja Saidxo'jayevni volidai muhtaram oyijonlari niyat qildi. Bitta qarshi cholib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. O'zi avlod hammasi she'rga yaqin ekanda, she'riyatga yaqin ekan, san'atga yaqin ekan. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Egizlari, marhamat. Assalomu alaykum, mashxonamga kelgan aziz mehmonlar. Appada yoshingizda yoshlar qo'shilsin. Bundaqa yoshni ko'pini keling. Kennoyim bilan qo'sha qaring. Iloyim ukalarimga, kelinlariga, barchalariga rahmat deyman. Iloyim yana patma zo'ralar bersin. Ballari burchaklariga kuyov bo'lsin, qizlari burchaklariga kelin bo'lsin. Xudodan Saidjonni ham. Iloyim ota o'rnida otasiz, ona o'rnida onasiz Kennoyi. Xudo sog' bo'linglar. Bu yorug' jahonda qolarga meros, chirog'im siz uchun yorug' olamsiz. Nasihatlaringizga har doim quloq solamiz. Axir siz bizning katta og'asiz. Qalbim torlarini tebratgan armon, barka aytolmagan qo'shiq nolasiz. Ko'zimizga nur bo'ldingiz, qaddimizga darmon. Axir siz suyanchig'imiz, katta og'asiz. Menga malham so'zlar aytmoq bo'lasiz. Axir siz biz uchun kerak odamsiz. Oilam deysiz, singlim deysiz, ukam deysiz. O'ylaysiz takror, o'ylamasang qandayin bizning og'asiz. Hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling, yomon ko'zdan asrasin. Assalomu alaykum. Mana shu Saidjon bilan qizim Dilnozani uyiga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun Havazmatda Matluba tug'ilgan kuninglar bilan tabriklayman. Umr joninglar uzoq bo'lsin, yoshinglarga yosh qo'shilsin. Hamisha baxtli bo'linglar, bola chaqani irisiga mana shunday to'rlarda o'tirish nasib etsin hamisha. Bola chaqanglarning arzu havas rohatini ko'ringlar.
nabiralarning to'yini ko'rishim nasib etsin. Hammamiz boshimiz omon, bag'rimiz butun bo'lsin, yurt elimiz tinch bo'lsin. Bo'ldimi? Ha. Bo'ldi. Yana kim gapiradi? Qo'ni qo'shni hammasi chaqirib kelsangiz bo'ladi, Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Shu xonadonga yig'ilgan yosh, qari mehmonlar. Bugun mana Havazmat qudamni tug'ilgan kuni ekan. Yoshiga yosh qo'shilsin. Umri uzoq bo'lsin. Er-xotin ikkalanglar qo'sha qaringlar. Mehringlar yo'qolmasin hech ham. Ballarni rohatini ko'ryapsizlar. Shu ballarini, nevaralaringizni to'ylarida ham mana shunday o'tirishlik sizlarga nasib qilsin. Hajga borib kelish ikkalanglarga ham nasib qilsin. Umringlar uzoq bo'lib, shularning rohatini ko'rishlik, to'ylarda hammamiz birga o'tirishlik nasib qilsin. Omon bo'linglar. Bo'ldimi? Kim yana niyat qiladi? Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qarindosh-urug'. Mana bugungi tantanani sababchisi Havasmatda. Umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Ilohim shu opayim bilan qo'sha qarib 100 yoshga kirganda ham mana shunday o'tiraylik hammamiz. Mana shu farzandlaringizga katta rahmat, shunchalik hurmat qilib bugungi kechani uyushtirgan. Ilohim bularni ham farzandlardan qaytsin. Ko'p yashanglar, sog' bo'linglar, hamisha mana shu uylarda to'ylar bo'lsin. Saidni ham, Dilnazani ham ilohim topganlarni barakasini bersin, umrlari uzoq bo'lsin. Nevaralarni, to'ylarni qizig'ini ko'rish sizlarga nasib etsin. Sog' bo'linglar hammanglar. Sog' bo'linglar. Yana bir kere oiladagi xursandchilik muborak bo'lsin. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Bugun sizlarga chin yurakdan xizmat qilgan birinchi galda Otam davlatim, onam jannatim loyihasi bo'ldi. Bugun bizlarni chiroyli qilib videolarga olayotgan Ahror Media video studiyasining ijodkorlari Azim ukamiz bugun chiroyli qilib videoga olyapti. Xonadonni chiroyli qilib, bejirim qilib bezagan bugun Gulruh dekor oformleniyasi, ularga ham alohida rahmat aytamiz. Davoshlarimizni chiroyli qilib chiqarib berayotgan ustozimiz Mirmo'sim aka Mirmadiyevning farzandlari Muraziz Mirmadiyev, tanjoningiz sog' bo'lsin. Va albatta Kamina Sardarxon Akmalxonovich xizmatinglarda bo'ldik. Ko'ngillarni olgan bo'lsak, o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh hammamizni yaxshi kunlarda yorug'ingiz bilan jam qilsin. Ana endi niyatlar isboti bilan deganlardek hammani bitta davraga taklif qilamiz. Davrada bitta aylanib o'ynab chiqasizlar. Onam jonim onam, Gul rayhonim onam, siz yonimda yursangiz yo'qdir armonim onam. Onam jonim onam, Gul rayhonim onam, bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im onam. Bu 5 kunlik hayotda siz boru yo'g'im onam.
talablarga binoan yo'lchi akamizning san'atlaridan bahramand bo'lamiz. Va jiyanlar bolalar